Hozir ayniqsa shunaqangi musulmonlar bor, qo'sh tirnoqchidagi. Erkagida ham, ayolida ham. Masalan, biri chiqyapti-da nima deydi? Men musulmonman, lekin bu degani kofirlar bilan do'st bo'lmayman degani emas. Men hijobliman, lekin bu degani hijobsiz qizlar bilan yurmayman degani emas. Men ichmayman, lekin bu degani ichgan do'stlarimni tark qilaman degani emas. Allohga iymoning bormi? Allohni yaxshi ko'rasanmi? Unda nimaga Alloh yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmaysan? Alloh yomon ko'rganni yomon ko'rmaysan. Alloh nafratlangandan nafratlanmaysan. Alloh nafratlangandan nafratlanmaysan. Sen Alloh yomon ko'rgani uchun ularni yomon ko'rmaguningcha dinni haqiqatni tushungan bo'lmaysan. Sen Alloh yomon ko'rgani uchun ularni yomon ko'rmaguningcha dinni haqiqatni tushungan bo'lmaysan. Bismillahirrahmanirrahim. Hozir ayniqsa shunaqangi musulmonlar bor, qo'sh tirnoqchidagi. Erkagida ham, ayolida ham. Masalan, biri chiqyapti-da nima deydi? Men musulmonman, lekin bu degani kofirlar bilan do'st bo'lmayman degani emas. Men hijobliman, lekin bu degani hijobsiz qizlar bilan yurmayman degani emas. Men ichmayman, lekin bu degani ichgan do'stlarimni tark qilaman degani emas. Mana shunaqangi bir ahmoqlar chiqyapti bugun. Bu nimadan deyapmiz? U tushunmayapti islomning haqiqatini. Islomda al-valo bor, val-baro bor. Alloh yomon ko'rgan narsani yomon ko'rish bor. Senga bu mana kofirlar tomonidan kirib kelayotgan tushunchalardan bu. Demokratiya hamma o'zi e'tiqodini o'ziga qilib yuraveradi, lekin birovga hech narsa demaydi. Uni yomon ko'rmaslik kerak. Nima yomon ko'rasan deydi. Uni o'zining fikri u. Alloh nima deyapti qarang? Oddiy bir ish. Masalan, qilmaydigan narsani gapirib maqtanchoqlik qilish. Shuni Alloh yomon ko'rgandan aytayaptiki, iymon keltirganlar nazdida ham nafratlik mana shu ish deyapti. Endi kufr ish, uki ertaga u kofir o'zidan o'zi nafratlanadi hali. Sen qo'y, sen undan nafratlanishing. O'zidan o'zi nafratlanadi hali. Sen endi undan nafratlanmayman deysan. Allohga iymoning bormi? Allohni yaxshi ko'rasanmi? Unda nimaga Alloh yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmaysan? Alloh yomon ko'rganni yomon ko'rmaysan. Alloh nafratlangandan nafratlanmaysan. Odam birovni yaxshi ko'rsa, o'sha yaxshi ko'rganni yaxshi ko'radi, o'sha yomon ko'rganni yomon ko'radi. Sen nimaga Allohni yaxshi ko'rmaysan? Shuning uchun Alloh yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rmaysan, Alloh yomon ko'rganni yomon ko'rmaysan. Mana yuqorida oyatlarda o'qidik. Kofir bo'lganlarning kufri Robbilarining huzurida ularda faqat nafratini ziyoda qiladi. Ya'ni faqat Allohning nafrati ziyoda bo'ladi ulardan. Va ertaga o'zlaridan o'zlari nafratlanadi. Endi bu kishi nafratlanmas ekan. Yoki yuqorida aytdik, masalan, ilmsiz tortishish. Kabura maqtan indalloh indallazina amanu deyildi. Bu Allohning nazdida ham nafratli ish va iymon keltirganlarning nazdida ham nafratli ish. Ba'zilar aytadi, "Nima nafratlanasan?" deydi. Uni fikr qarashi yo'q. Ilmsiz, oyat hadissiz kelib olib o'zicha Alloh haqida, din haqida gapirish bu nafrat qilinadigan ish. Seni arpangni xom urdimi, nimaga unga zahringni sochyapsan deydi-da ba'zilar hozir. Zahrimizni sochamiz chunki Alloh unga nafrat qiladi. Va bizning nazdimizda ham mana Alloh aytgan mana iymon keltirganlar nazdida ham nafratlik odam bo'lgan. Bugun odamlar ana shu ma'nolarni tushunmagandan qarang. Siz Alloh nafratlangandan nafratlanib, shu yonib kuyib bir odamga gapirsang, ular chiqadi bu jamiyatning ichida bir-biriga nisbatan jamiyatda adovat, nafrat ruhini tarqatyapti. Ekstremizm, terrorizm g'oyalarini tatbiq qilyapti deydi. Ana shu tushunchalar nimadan ekan? U iymonni tushunmaslikdan. Alloh nafrat qilgandan biz nafrat qilamiz. Bunga ochiq bir dalil qarang. Ibn Hajar Asqaloniy Fathul Bori kitobida keltirgan rivoyat bor. Abu Dardo radhiyallohu anhuning so'zidan keltirganlar. La tafaqqahu kullal fiqh hatta tabquta an-nas fi zatillah. Sen haqiqiy faqihlikda faqih bo'la olmaysan toki Allohning zotida odamlardan nafrat qilmaguningcha deganlar. Ko'ryapsizmi? Haqiqiy faqih degani, ya'ni haqiqiy dinni tushunish degani. Sen dinning haqiqatini tushungan bo'la olmaysan toki Allohning zotida degani Alloh uchun, Allohning yo'lida. Alloh yomon ko'rgani uchun, ya'ni odamlarni yomon ko'rmaguningcha. Bu degani o'zing borib nima yurgan odamlarni yomon ko'rasan degani emas. Yuqorida aytilgan Alloh yomon ko'rgan odamlar nazarda tutilyapti. Alloh nafratlangan odamlar, ana o'shalardan sen ham, hatto u senga hech narsa qilmagan bo'lsa ham, o'sha odamlar ya'ni sen Alloh yomon ko'rgani uchun ularni yomon ko'rmaguningcha
dinni haqiqatini tushungan bo'lmaysan. Mana shuning uchun yuqorida aytilgan men unaqaman, lekin bu bunaqa degani emas deyuvchilar, bular hali dinni haqiqatini tushunmagan odamlar. Sahobalar Alloh yomon ko'rganidan, Rasuli yomon ko'rganidan ota-onasini yomon ko'rardi hattoki. Mana munofiq Abdulloh ibn Ubayning o'g'li kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan. "Qo'ying ya Rasululloh, otamni o'ldiray istasangiz" degan. Uni otasi Rasulullohni bu itlar semirib egasini qopyapti degan gaplarni gapirganda, otasiga borib "Sen itsan" degan. Otasiga qarab, "Shu gapingni o'zing tan olmaguningcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'ygan ayblovlaringni Madinaga kirmaysan" degan. "Sen xorsan, Rasululloh aziz" degan. U Rasulullohni xor, o'zini aziz degan bo'lgan munofiq. O'g'liga qarab, "Ha, mayli o'g'lim, menman o'sha xor, mayli Rasululloh aziz" degandan keyin Madinaga kirishiga ruxsat bergan. Ya'ni ko'ryapsizmi? To'g'ri, Rasululloh u kishiga otangga yaxshi gapir deganlar. Mayli, otaga endi yaxshi gapiradi, lekin sahobalardagi bir misolni ko'rsatyapman-da. Birovni qo'ying, Allohga, Rasuliga qarshi bo'lsa, ota-onasidan nafratlangan hatto ular. Endi buni iymon egalari tushunadi. Aks holda aytdik, yuqorida aytilgandek, dinning haqiqatini tushunmaganlar bu narsalarni ekstremizm, terrorizm, vahobizm deb uradi. Ularga aytilgani yo'q bu.